Assalomu alaykum dunyo ahliga. O'zbekiston Respublikasi Xalqaro inson huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Buxoro viloyat bo'lim raisi G'afurov Nurlo Shukurovich bilaman. Shu yil may oyiga 28 man Moskvaga borib administratsiya prezident Vladimir Vladimirovich Putinga kirdim administratsiyaga. Ulardan yarim soat 15 minut shu suhbatlashib barcha o'zimning ichki muammolarim, ya'ni menga yozgan tadbirkorlar takliflarini, ishchi loyihalarini taqdim etdim. Ular 29-ga meni Makro Usovga uzatishdan oldin Mishustinga uzatishdi, bosh vazirga. Mishustinga borganimga prezident administratsiyasidan Makro Usovga yo'lashibdi. Makro Usov bu og'ir sanoat va savdo vaziri. Ana o'shidan ham xat oldim. Bular bizni bergan ishchi loyihamizni tasdiqlab bergan. Haqiqatan ham iqtisodiy jihatdan ekonomik foydali. Ham elektroenergiya boshqa sohalardan ixcham yangi modifikatsiya zavodlar. Ular qo'llab-quvvatlashib bizga xat berdi. Shundan so'ng biz barcha fuqarolardan, jamoalardan xatlarni olib 27-oktyabrga jo'natdik. Ya'ni prezident administratsiyasi Saida Mirzayevnaga, Tanzila Norboyevaga, senatga hamda Konstitutsiyon sud raisiga hamda Hisob palata raisiga 27-oktyabrga. Bizga javob keldi 31-oktyabrga xatni oldik deb. Biz noyabrdan kutdik. Fakat bitta muammo, u ham ikkinchi guruh Mahmudov Nasillo G'aybulovichning masalasi 4 ta masaladan 3tasini eshitdilar. 2 ta masalasi qoldi. Uyni berkitish bilan bankdan kimdir uni nomidan mikrokredit olgan. Nima, u bankni kreditni adeli bilmaydimi, Uzun bankni? Uzun bank toki respublikaga bor. Viloyatlarga uni bo'limlari yo'q. Birinchidan. Ikkinchidan, o'sha kredit bergan bo'lim boshlig'i biladi. O'sha bank upravляющisi ham biladi, qayerga ketdi, kimga ketdi. Bular aylantirib yotish kerak emas. Ular eri ham, xotini ham ikkinchi guruh nogironlar. Rahmat Saida Shavkatovnaga. Mana bacha pulini ham beribdi, moddiy ma'naviy yordam ham beribdi. Ballarga bir bosh kiyim-kechak beribdi. 9dan 12gacha xotini ham ikkinchi guruh nogiron, uni ham ishga joylashtirib 2,5 million oylik berishdi. Rahmat. Shunaqalar bizni viloyat yo'qa tursin respublikaga juda ham ko'p. Keyin g'ijdon masalasi. G'ijdon masalasi bog'cha, poliklinika, suv.
Sho'li ekilib suv kelmaydi xalqqa. Maktab u maktab emas. Yuzi yaltiroq, uchi qaltiroq. Keyin Kosonga bordik. Qarshi tumaniga. Kosonga bordik. Kosonda ham bundan battar ahvol. Mana o'zi bizga Surxondaryo, Sirdaryo, Jizzax, Samarqanddan ancha xatlar kelgan. Bizning konstitutsiyada yozib qo'yilgan. Agar bir fuqaromiz boshqa bir davlatga qamalsa yoki jinoiy ish bilan o'sha izolyatorga tiqilsa, bizni barcha tepaga o'tirgan rahbarlar uni chiqarishni o'ylash kerak. Biznikilar uni o'ylamaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, biza 8 ta masala qo'ygan edik. Shu 8 ta masalaga bittasini 3 ta masalasi yechildi. 2 ta masalasi qoldi. Qolgan qarshi o'sha Kosonga ham boshqa, masalan, ana bu yana bitta masalamiz yechilgan, u ham ana o'sha Af komissiya raisi, hukumat raisi Shavkat Mirziyoyevga uzatgan edik. Yo'q, javob oldik, yaxshi. Ana ikkita masala pashta yechildi desak ham bo'ladi. Lekin qolgan masalalar shunaqa qoldi. Na javob bor, na nima. Biz majburki Birlashgan Millatlar Tashkilotiga buni uzatamiz. Barcha shu takliflarni, barcha jamoa yozganlarni, barcha bo'layotgan ishlarni. Bular bittasi ham Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev chiqargan 54-30 farmonni ijrosini umuman tan olmaydi. U prezidentni mensimaydi. Bular o'zi har bitta hududning prezidenti bo'ladi. Xohlagan ishini qiladi. Prezidenti chiqargan farmon qarorini ijrosini bajarmadimi? Xalq qiynaladi. 54-30 farmon umuman bajarilmaydi. U degani prezidentni tan olmaydi deyiladi. Qani qaror, farmon mana nimaga ijro etilmaydi? Biz o'zimizni uyimizdan chiqibmiz. Kabinetdan uyimiz. Odamlar keladi uyimga. Nimaga? Hokimiyatga 3-etajga, shaharga kabinet bor edi. Yiqitdilar. Ko'chaga qoldik. Qayerga borsang bor. Nimaymish? Sen ko'p chiqasan, yozasan, odamlarni chaqirasan. Men odamlarni chaqirmayman, o'zlari Surxondaryo qara, Manqara, Sirdaryo qara, Manqara, Jizzax qara, Manqara, Samarqand qara, Manqara. Toshkentni o'zidan chiqadilar. Hali Yevropa boshqa joylarni aytmagan. Bironta prezidentni qaror farmoni ijrosi bajarilmaydi. Qog'ozda u bajariladi. Bizga kabinet bermas ekan 94-yil xalqaro konvensiyaga O'zbekiston kirgan. Значит, tan olmaydi. Prezidentni tan olmadimi? Xalqaro konvensiyani kim qo'l qo'ygan? Prezident qo'l qo'ygan. Значит, prezidentni tan olmaydi bular. Prezidentimiz aytibdi, "Tilingni ko'kragingga qo'yib, xalq oldiga bor" deyapti. Birortasi bajarmaydi. Bacha puli bermaydi. Yaqinda prezidentimiz 1-oktyabrga aytdilarki, 1 million pul beriladi 26-yil boshigacha, bir martalik. 1 million pul. Svet, gaz, suv. Hanmaymish bankka bor. Hanmaymish migratsiyaga bor. Hanmaymish sani moshinang bor, akvang bor.
uying bor. U qarorda ular ko'rsatilmagan-ku. Ular bizni xalqni avra qilib, u yoqdan bu yoqqa surgalab yuradi. Prezidentimizga rahmat, shuncha qaror chiqibdi, lekin prezidentimiz chiqargan farmon, qarorni, kontrolni kim qiladi? Kim xalqning ichiga boradi? Kim xalqning oldiga boradi? Mana biz borib kelamiz, uylar yiqilib yotibdi, odamlar ko'chalarga. Buni kimga aytasiz? Mana Hisob palatasidan keldi. Javob keldi. Hisob palatasidan. Ko'rib chiqamiz, hammasini komissiya tekshirdi. Bu qachongacha tekshiradi buni? Yo 10-da Konstitutsiya 8-ga bayramlaringiz bilanmi? Hammani bayramlaringiz bilan 8-dan keyin 10-gacha kelsa keladi. Kelmasa biz Birlashgan Millatlar Tashkilotiga, Yevropa Kengashiga hamda xalqaro konvensiyaga kirganmiz. Ana bu yerga uzatamiz barcha. Hozir bitta 20 ta yo'nalish bo'yicha jamoalar yozgan. Surxondaryodan, Qashqadaryodan, Sirdaryo, Toshkent, Samarqand, Jizzaxlardan yozgan. Prezidentimizga rahmat, mana biz Jizzaxni qabul qilganimizga bu kunisi bordilar. Ana Sirdaryodan kelishdi, ana kecha Sirdaryoga bordilar. Bu qachongacha bu tugamaydi-ku bu. Bizga bir kabinet bermagan, odamlar kelib kulib ketadi ustimizda. Bizani emas ana ular. Rahbarlar. Salgina nima qildingiz? Darrov adliyani chaqiradilar, unga chora ko'ring, buni chaqiradilar, chora ko'ring. Sizga kim chora ko'radi? Kecha Toshkentdan blogerlarni chaqirganlar, o'tiribdilar, begalstuk bilan turibdilar, rasmga olibdilar. Ana Botir Komilovga rahmat. Nimasiga rahmat? Yiqitganlarmi? Olib yotibdi 1 yildan beri. Daraxtlar qurib ketyapti. Yoki ana Severniga quribman dedi. Mablag' yo'q qurilishga. Ana bu 6-ga mablag' yo'q qurishga. Bu qanaqa odamlar bular? Qayerga qarayapsiz? Shavkat Miromonovich, mana siz bilan Jizzaxda ishlaganman. Studentlik davrim Politexnikaga o'qiganda siz irrigatsiyaga o'qigansiz. Komsomol sekretari edingiz. Bizaga Politexnikaga shuhrat edi. Toshkentlik. Gafurjonov Ergash Gafurovich. CK Komsomolning birinchi sekretari edi. Po'latov Salim Po'latovich ta'lim vaziri edi O'zbekiston Respublikasining. Rahmat, mana 6-noyabrga 10 ta davlatni Toshkentga kelishdi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Ozarbayjon. Rahmat sizga Shavkat Miromonovich, hammasiga to'g'ri tushuntirib berdingiz. Aytdingizki, bizni tariximiz ne bilmay bir-birimizga tosh otmaylik. Bizni tariximiz bu umumiy tarix. Ota-bobomiz tarixi yoshlarga qo'yish kerak. Rahmat. Birdamlik bo'lish kerak. Ahli qo'ni qo'shni bilan hamjihat bo'lish kerak. Rahmat sizga. Lekin ichimizga mana bunday salgina ichimizni ham qimirdatishimiz kerak. Bo'lmaydimi ayting bizga? Biza o'sha tashkilotlarni, o'sha hokimlarni, o'sha yuqori turuvchi organlarni tekshiramiz. Korrupsiya uchiga chiqib ketgan. Bironta tashkilot ishlamaydi. Hammasi hisobot beradi. Ana o'zingiz 90 ming
Chiqdi, ana G'ijduvon ham chiqdi, boshqa Qo'qon ham chiqdi, boshqa tumanlar ham chiqdi. Siz o'ylaysiz boshqa yo'qmi? Hamma tumanga boradi. Shuning uchun ko'rib chiqinglar. Sizni farmoningiz, qaroringizni qarsak uradilar. Qani ijrosi? Qani ijrosi? Значит, sizni tan olmaydi ular. Qani ijrosi? Menga ayting, yana qani ijrosi buni? Shavkat Miromonovich. Qani buni ijrosi? 54-30 yil, 18-yil 5-mayga chiqqan. Bizani shu polni asbob anjomlari bilan xonalar, qabul qilish xonalari ajratilishi kerak. Mana shu farmonda ko'rsatib etilgan nol balans bilan birontasi qilmaydi. Bu degani, tualetga bor degani qo'pol bo'lsa. Qilmaydi bular. Biz qanday xalq yuziga qaraymiz? Qanday xalq bilan muloqot qilamiz? Mana uyiga. Bu birinchi masalamiz. Ikkinchi masalamiz. Bergan masalamiz. Nimaga kirmaydi? Rossiya polni tan olibdi. Bizning zavodlarni, premyerimiz, ekonomiyani hammasini tan olibdi. Nimaga bizni bir hokimlar men bersam vizitga rasm yo'llaydi. O nimani biladi? Davlat dasturiga kiritiladigan mana bu ishchi loyihani u kelgan biladi. Ovoz chiqadi, undan chiqmaydi. Hamma shunaqa kelgan, hammasi o'tiribdi xishib. Odamlar ko'chaga qolibdi. Odamlar ishsiz, zavodlar qurilsa ish bo'ladi. Nimaga yo'l bermaysiz? O'zingiz aytibsiz, taklifingizni, ishchi loyihangizni bering deyapsiz. Mana biz уже 5 yildan beri beramiz. 5 yildan beri. Axir majbur bo'ldim. Moskva borib shuni isbotlab keldim. Jo'natdim sizga. Lekin javob olmadik. Значит, o'sha sizning yo'lingizdan boshlanib, o'zingizdan boshlanibdi. Men Jizzaxga kelganimda siz buni emas deysiz. Joyiga daryo yechardingiz. Bu nima ahvol bu? Ruslar aytadi, bey своих, чтобы чужие боялись. Shunday bo'libdi. Shunday bu. Nimaga bizga xona berilmaydi? Xalqni qabul qilishga. Nimaga bizga ishchi loyihamiz o'tmaydi? Xohlaysizmi hozir? 5 ta davlatdan olaman. Hammasi premyermi beradi. Bitta shu O'zbekistonga kelganda o'z yurtimga. Men ham erta ketaman. Hech kim sutim bo'lmaydi. Lekin mana shu 4 ta tadbir klubga shuni muayyan qilib bersak, ular ishchi o'rinlari yaratadi. Ocharchilikdan, ishsizlikdan chiqaradi. Bu qayerga qarayapmiz? Turasiz aytasiz, tur, hisobot ber. O'tiradi, nima kerak bu? O'tir, tayyorlanib ketasiz. Olib tashan bunaqalarni be? Yo'qmi odam bunaqa? Bu nima ahvol bu? Siz buni pastroqqa tushun o'zingiz, Shavkat Miromonovich, o'zingiz bularni qo'ying. Hokim, vazir, senatlarni qo'ying. Senatlar asfalt qilaman, vodoprovod suv quraman. Qani? Hammasi kirib olgan kabinetga yig'ilish qilarlar. Tamom. E'tiborlaringiz uchun rahmat.